Yettinchi bo'lim. Imom al-Buxoriy. Soflik va niyat timsoli. Poklik. Hozir va shu yerda yashang. Hech qachon hech kimga va hech narsaga qattiq bog'lanmang. Bog'liqlardan ozod bo'ling. Faqat o'zingizga va Yaratuvchiga ishoning. Hech kimsadan hech nima kutmang. Barcha javob o'zingizda. Mas'uliyatni bo'yningizga oling. Har qanday ishni boshlashdan avval o'zingizga va Yaratuvchiga minnatdorchilik bildiring. Shunda ichingizga baraka yog'iladi. Ota-onangizni rozi qiling. Ularni quvontiring. Ilm oling. Nurga intiling. Peshqadamlardan bo'ling. Imom al-Buxoriy. Hozir sizga aytib o'tgan al-Buxoriy maslahatlarini hech qayerdan topa olmaysiz. Maslahatim 7 marta o'qisangiz ancha yengillashasiz. Muallif hikoyasi. Tong saharda taralgan nur. Tong sahar edi. Imom al-Buxoriy maqbarasini ziyorat qilish uchun yo'l oldik. Shabada yuzimni silardi. Tevarak sokin. Faqat yuragimda bir hayajon. Uzoqdan maqbaraning gumbazi ko'rinardi. Sokin ko'rinardi-yu, shu payt qandaydir ichki bir tovush qaragin derdi. Shu gumbaz tomondan go'yo nur taralardi. Oppoq bulutlar quyoshni yashirib, bizga salqin soya qilib turardi. Oyog'im ostidan anhor suvlar shuvillab o'tar. Ularning tovushi ham bir necha asrlik duolarni eslatardi. Shu lahzada qalbimda so'zsiz duo uyg'ondi.